Bugungi video obzorimizda Redmi modellaridan bir ikkitasini sizlarga tavsiya qilib ko'ramiz. Hozir qo'limdagi Redmi Note 12 Pro Plus 5G varianti. Batafsil xarakteristikasini ko'rsatadigan bo'lsam, xotirasi 256 GB, operativniy tizimi esa 8+4. Holatda ajoyib holatda saqlanib qo'ygan ekan. Hozirgi kunda bu telefonlarimiz 140-150 ga sotilyapti. Biz do'konimizdan esa ushbu apparatni $132 ga xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Hech qanday aybi nuqsonlar yo'q, ishlab turgan, ustida plyonkalar bilan tayyor holatda imega ro'yxatdan o'tkazib qo'yilgan, garantiyasi bilan qilib beramiz. Qiziq bo'lsa aloqa chiqib qo'yinglar. Navbatdagi modelimiz PUBG'chilarning sevimli telefonlaridan biri, o'sha Dynamit laqabini olgan Poco X3 Pro telefoni. Xotirasi 128 GB, operativkasi esa 6+2. Holati ham unchalik yomon emas, menimcha ishlatib qo'yishga arziydi. Ushbu telefonimiz narxi atiga 1.200.000 so'mga berib yubora olamiz. Aytgancha PUBG da 60 FPS da bemalol ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Undan keyingi ko'rsatadigan apparatimiz Poco'dan X7 Pro. Ko'rishingiz mumkin, batafsil ma'lumotlarni orqasiga ham yozib qo'yganmiz. Operativniy tizimi 12 GB, xotirasi 256 GB bo'ladi. Bitta sim kart o'qiydi. Korobka dokumentlari ham bor degan ma'noda yozib qo'yilgan. İçini ham ko'rsatadigan bo'lsam, batafsil mana ko'rishingiz mumkin, 256 GB, operativniy tizimi 12+4 ekan. Holatlari ham yaxshi holatda, bu telefon uchun menimcha arziydigan holatda. Hop, narxi nech pul deb qiziqqanlar uchun $238 ga berib yuboramiz. Darvoqe buni agar PUBG ga ishlatadigan bo'lsangiz, PUBG Mobile o'yinini o'ynash uchun ishlatadigan bo'lsangiz, 120 FPS da bemalol ishlab bera oladi. Bunaqa narxda kamdan kam keladi. Shu sababdan ulgurib qolishni maslahat beramiz. Aytgancha siz boshqa viloyatdan turib xarid qilish xohlasangiz, bemalol mana shu nomerga qo'ng'iroq qilsangiz, sizga BTS pochtasi orqali dostavka qilib yuborishimiz ham mumkin bo'ladi. Va so'nggi bo'lib ko'rsatgan telefonimiz Xiaomi'dan 14T deb nomlangan model. Qaysi super ideal holatda ekan. Buni ham podrobniy xarakteristikasini hozir sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Xotirasi 256 GB plus 8 yana qo'shish mumkin ekan. Operativniy tizimini ko'radigan bo'lsak, 12+4. Ya'ni o'ta kuchli prosessor va o'ta kuchli operativniy tizim o'rnatilgan. O'yinlar uchun вообще monster hisoblanadi. Ikkita sim kart o'qiydi. Hech qanday ayb nuqsonlari yo'q. Korobkasi bor. Garantiyasi bilan qilib beramiz. Narxi esa $312 ga berib yuboriladi. Ko'rishingiz mumkin, rangi ham необычный to'lanadigan svetlari. Svetda ekan, holatlari ham ajoyib. Hatto bitta petno yegan joyi ham yo'q ekan. Menimcha ishlatib qo'yishga arziydigan telefonlar ekan. Agar ushbu telefonlardan qaysi biri sizlarga ma'qul keladigan bo'lsa, bemalol o'zimizga murojaat qila olasizlar. Bizning manzilimiz Namangan shahar Texnopark 84-do'kon. Shu va shunga o'xshash telefonlarning narxlari va video obzorlaridan xabardor bo'lib turish uchun bizni kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlarni do'konimizda kutib qolamiz. Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Bizdan ko'pchilik iPhone 11 Pro ni arzondan qo'ying deyishardi. Instagram kanalimizda iPhone 11 Pro ni arzondan kelib qoldi. Narxini X narxda qilib beraman. Siz videoyimizga like hamda obuna tugmachasini bosib qo'ying. Hozir ushbu telefonni sizlarga ko'rsataman. Atiga $115 ga iPhone 11 Pro ko'rib turganingizdek turtollar ishlaydi. Faqatgina Face ishlamaydi ushbu telefonimizni. Batareyka yomkisi 80 yomkis, 64 GB xotiraga ega, kamera ishlab turibdi. Ekranlari original, faqatgina ozgina pechati bor ekranda. Qolgan joylari juda ham yaxshi holatda. Ko'rishingiz mumkin. Holati ideal holatda turibdi ushbu telefonimiz. Kameralarni ham ko'rsataman. Mana kameralari ham juda ham yaxshi holatda. Instagram uchun, video uchun, rasm uchun albatta siz uchun xizmat qilib bera oladi telefonimiz. Manzilimiz Namangan shahar Texnopark 84-do'kon. Instagram kanalimizga $115 ga iPhone 11 Pro qo'ygan edik. 1 soatga qolmay sotilib ketdi. Ushbu telefonni xarid qilish uchun bir akamiz kelibdilar, kanalimiz kuzatuvchilaridan birlari. Ushbu telefon yoqdimi aka? Ha, yoqdi aka. Yaxshi. Alloh barakasini bersin, mazza qilishadi. Kimga shunaqangi arzon narxda telefonlar kerak bo'ladigan bo'lsa, manzilimiz Namangan shahar Texnopark 84-do'kon. Kanalimizga obuna hamda like tugmachasini bosib qo'yinglar do'stlar. Shunaqangi arzon narxda telefon o'tkazib olmaslar shunda. Assalomu alaykum. Eng arzon telefon kanalimiz kuzatuvchilari, sizlar uchun arzon narxda iPhone 12 Pro olib qo'yganman. Mana shu telefonimiz aynan o'sha telefon arzon narxda. Ko'rib turganingizdek holatlari juda ham ideal holatda. Hech qanday chaqa-chuqalari yo'q, ko'rib turganingizdek. Faqatgina ekrani almashgan. Ekrani almashgan bo'lishiga qaramasdan Face to'pon hamma ishlab turibdi ushbu telefonimizni. Yaxshi ekran qo'yilgan ushbu telefonimizga. 128 GB xotiraga ega. Batareyka yomkisi 100. Tayyor usulni qilib almashtirib qo'yilgan. Kim uchun qiziq bo'ladigan bo'lsa, ushbu telefonimiz narxi $210 ga qilib beramiz. Manzilimiz Namangan shahar Texnopark 84-do'kon. Telegram kanalimizga $210 evaziga iPhone 12 Pro qo'ygandik. Mana shu joyda nuqtasi bor edi, lekin qolgan joylar juda ham yaxshi holatda edi. Facebook ham ishlardi ushbu telefonimizni. Instagram kanalimizdan kelib kuzatib, ko'rib kelibdilar. Bir do'stimiz ushbu telefonni xarid qildilar. Aka, telefon yoqdimi?
Alloh barakasini bersin, mazza qilishyapti, muboraklik bo'lsin. Kimga shunaqangi arzon narxdagi telefonlar kerak bo'ladigan bo'lsa, manzilimiz Namangan shahar, Texnopark 84-do'kon.